zakaz jurnalligini qaranglar. Assalomu alaykum hammaga. Qandaysizlar deb o'ylaysizlar? Qandasan deb o'ylaysizlar? Sheremetyevo. Ertamanda kelganmiz bu yoqqa soat 9:30 bo'lyapti. Interesno qanchada chiqib ketamiz ekan, lekin parkovkalar to'ldir ekan. Shaharga ham borish niyati yo'q bo'lyapti cho'ta. Ishlashga желание yo'q. Kimda shunaqa bo'lib turadi? Вообще желание bo'lmayapti kechadan beri. Kutib o'tiramiz, endi bironta zakaz jurnallar ilashib qolsa olmadimiz. Tezroq ochib ketsak, bo'lmasa o'tiramiz. Provodnik beryapti. Qanday go'zal bu olam, bir qara dedi-yu. Aeroport Sheremetyevodan aeroport Vnukovoga berib qoldi. Elit tarif. Mana bizda soat уже 1 bo'lyapti. 9:30 da kelganman. Hattoki shaharda ham ish yo'q. Shuning uchun mana shunaqa zakazlar yurganimizlar yaxshi bo'lsa kerak. Sheremetyevodan hozir Vnukovoga boramiz, u yerda ham dash davom etib, damni olib, yana Vnukovodan ham biror bir jurnal zakaz bo'lib qoladi degan umiddamiz. Ko'ramiz bu zakazimiz qancha bo'lar ekan. Afsuski atmen bo'lib ketdi. Keldim, kutdim, qani siz? C'ga zakaz bergan ekan, B'daman deydi. B'ga kelsam atmen qo'ydi. Bu atmen qilganiga ham 3300 berdi. Ko'ramiz, dalchi kutamiz endi, ko'ramiz. Qanaqa holatda chiqib ketamiz ekan. Yana kutib qolmasanglar bo'ldi, uzoq. Va qaytishimiz 1 soat 22 minutda 7700 bo'ldi. Soat esa 3:30 bo'lib ketdi. Ikkita zakaz bilan normal ishlab qo'ydik-ku, lekin ancha vaqt o'tkazdik. Acha kutayotgan paytda ishlarimizni hal qildik. Xulosa shunaqa gaplar. Ish davom etamiz endi. Faqat shaharda ish yo'q.